Ana til demek, Uygurnu sevmek. Keri atqanыңla Uygur ana til ösmürler kanalı. Ana til. Assalamu alaikum. Ana Til Televiziyası 60 programımızın süyümlük umaq görürmenleri. Programımızın bu sanıda Kazakistan'da turuşluq umaq kichik dostumuz İrade Mahmut'unu sizlerge tanıştırıp ötümüz. Qayna ondaqda diqqatingla ekranımızda bolsun. Umaq kichik dostlar, biz Uygurlar O'rta Asiyada yaşaydigan Türkiy milletler içinde uzaq tarixi medeniyet ega qadimiy Türkiy milletlerden biri hesaplanımız. Uzaq o'tmishdan hozirgi davrimizga bo'lgan hayotlik ko'rishimizga nazar solganimizda har sahada o'chmas iz qoldirib kelgan xalqimiz mayli qayerda bo'lsin, milliy an'anasini avloddan avlodga davomlashtirib kelmoqda. Qozog'istonda turishliq Uyg'ur qarindoshlarimiz milliy urf-odat va san'atimiz orqali milliy xosligimizni, san'at jihatdagi o'zgachiligimizni davomlashtirib kelmoqda. San'atning har sohasi talantlarini namoyon qilib kelayotgan talantli san'atchilarimizning izvosari sifatida san'at beg'ida yetishayotgan yosh qo'nchimiz Irada Mahmut san'at jihatdagi tug'ma talantini ustozlarining atrofli tarbiyalashi bilan Qozog'iston sahnalarida namoyon qilib kelmoqda. Kichik do'stimiz Irada Mahmut 6 yoshli kasbiy san'at maktabining 1-yiliga qabul qilinib, san'at asosining puxtalanishiga asos soldi. Ayni vaqtda Almata shaharlik Sultan Qo'rg'on mahallasiga joylashgan Ma'sum Yaqubov nomidagi 101 Ana til maktabining 1-yiliga qabul qilindi. Tushdan burun san'at maktabida, tushdan keyin Ana til gimnaziyasida tarbiyalangan umaq do'stimiz Irada Mahmut şu an san'at maktabi piano 5-sinfini a'lo natija bilan tamomladi. Assalomu alaykum Irina Viktor qiz, yaxshimisiz? Bizga san'at maktabining o'quvchisi Irada Mahmut haqida ikki kalima so'zlab bera olasizmi? Irada san'at maktabimizning bir yo'riq yulduzi. Ham maktabimizning kichik cho'lponidir. U Oida Boris qizi xonimning turkisida mushundaq kichik cho'lpon bo'lib yetildi. Men o'ylaymanki, ko'p tirishchanlik va san'atga bo'lgan ishtiyoqi bu kichik cho'lponimiz Iradani kelgusida olamga tunilgan bir dongli san'atkor qilib yetishtirdi. Ishonchim komil. Bu faqat meningli fikrim bo'lmasdan ustoz Mahiraning va ko'plagan dongli san'at peshvolarimizning Iradaga bergan bahosi. Bu fikrimizning yorqin dalili bo'lsa, Irada qizimizning har qanday xalqaro musobaqa va Qozog'iston Jumhuriyatlik musobaqa bo'lsin, shaharlik, nahiyalik o'smirlar san'at musobaqalarida bo'lsin, pianino o'rindash va naqsha aytish qatorliq san'at turlarida eng oliy mukofotlarni olib, maktabimizga shon-sharaf keltirdi. Shundaqla o'qituvchi ustozlarni xushal qildi. Sözümün axırda Iradaga salomatlik tilayman va texnik yaxshi natijalarni qo'lga keltirishini umid qilaman. Irada, sizning san'at maktabimizdan chiqqan eng sarxil cho'lponlardan bo'lishingizni tilayman. 4-sinfdan boshlab bilim ilayotgan Abdullah Ro'ziboqiyev nomidagi 153 gimnaziya maktabining bu yil 5-yiligini a'lo natija bilan bitirib, 6-sinfga ko'chdi. Aqlli, qobiliyatli, talant umaq do'stimiz Irada bugungacha Cumhuriyatda ara xalqaro san'at musobaqalarida qatnashib, nurg'unlagan a'lo natijalarni qo'lga keltirdi. Tuvan sizlarga Irada Mahmutning talanti bilan qo'lga keltirgan utuqlarini tanishtirib o'tamiz. Tayjars talant jamiyati tarafidan tashkillangan xalqaro piano chilish va naqsh etish musobaqasida piano chelishda 1-darajalik mukofotga, naqsh o'rinlash jihatda 2-darajalik mukofotga erishdi. Gözge ko'ringan balla kompozitori naqshchi Bota Beysanova ijodiyatiga bag'ishlangan Yuguruk Tulparim nomli Jumhuriyatlik bolalar san'at musobaqasida qatnashib, naqsh o'rinlash jihatda 2-likni qo'lga keltirdi. Kichik cho'lponlar nomli Jumhuriyatlik televiziya programmasida qatnashib, piano chelish va naqsh o'rinlash jihatda 1-darajalik mukofotga erishdi. Buğularning Danqi o'rlisi nomli Jumhuriyatlik san'at musobaqasida piano chelishda 1-darajalik mukofotga erishdi. Uyg'ur xalqining munavvar farzandi Abdullah Ro'ziboqiyev tug'ilganligining 120 yilligiga bag'ishlangan Meni yod etsa, mening ismim al ichida mangu saqlandi nomli Jumhuriyatlik Ro'ziboqiyev o'qishlarida tarixda iz qoldirgan o'g'lan nomli maqolasi bilan va o'qigan she'ri bilan ham maqola, ham she'r o'qish jihatda
birinchi darajalik mukofotga erishdi. Sizning balangiz Uyg'urning balasi, Uyg'urning kelajagi, hammamizning balasi. Vatanimizning kelgusi bo'lgan avlodlarni texmi yaramliq tarbiyalashga ozroq bo'lsa-mu kuch qo'sh niyatida Uyg'ur Yar Ona til televiziyasi va Uyg'ur adashlar guruhi birlashib, ikkinchi qitimliq Uyg'urim Anam temasida mukofotli asar qabul qilish faoliyati o'tkazmoqchi. Asar qabul qilish adresi uyg'uryar123@gmail.com. Mukofotlash natijasini Ona til televiziyasi va Uyg'ur Yar tor betida e'lon qilamiz. Tor bekat adresimiz www.uyg'uryar.org, www.onatil.tv.